Deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Bugungi xalq deputatlari Bo'ston tuman kengashi sessiyasida 25 nafar deputatdan 21 nafari qatnashmoqda. Uzrli sabablarga ko'ra 4 nafar deputat qatnashmayapti. Kvorumimiz, sessiyani ochish uchun kvorumimiz mavjud. Bugungi sessiyada tuman hokimining o'rinbosari, tuman tashkilot bo'lim rahbarlari, ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etmoqda. Xalq deputatlari Bo'ston tuman kengashining 30-sessiyasini ochish to'g'risida kimda qanday takliflar bor? Ochilsin degan takliflar tushyapti. Ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Hurmatli deputatlar, avvalo biz sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. Sessiya kotibligiga nomzod etib 13-Tog'ostoy saylov okrugidan saylangan deputat Sadirov Jamshid Ergashovich nomzodini taklif etaman. Boshqa takliflar bormi? Agar boshqa takliflar bo'lmasa, ushbu nomzodni ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Bir ovozdan sessiya kotibini saylab oldik. Endi bugungi sessiyamiz video konferensiya shaklida o'tkazilayotganligi munosabati bilan sanoq komissiyasini tuzib olishimiz kerak. Sanoq komissiyasi tarkibiga 25-Sijak saylov okrugi deputati Ahmedov, Dumaloq saylov okrugi deputati Kulbayev, Do'stlik okrugi deputati Murodullayevlar nomzodini taklif etaman. Boshqa takliflar bormi? Agar boshqa takliflar bo'lmasa, sanoq komissiyasini tarkibini ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Sanoq komissiyasining tarkibi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, bugungi sessiya kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Hammanglarga sessiya kun tartibi tarqatilgan. Bugungi sessiyamiz kun tartibiga ikkita masala kiritilmoqda. Birinchisi Bo'ston tuman byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risida, ikkinchisi Bo'ston tuman hududidagi ma'muriy hududiy birliklar chegaralarini belgilash to'g'risida. Taklif etilayotgan kun tartibiga yuzasidan boshqa takliflar bormi? Yo'q. Agarda boshqa takliflar bo'lmasa, ushbu kun tartibini ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Kun tartibimiz bir ovozdan tasdiqlandi. Endi hurmatli deputatlar, sessiyamizni reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Quyidagi sessiya reglamenti taklif etilmoqda. Ma'ruza uchun 10 daqiqagacha, so'zga chiqishlar va munosabat bildirishlarga 5 daqiqagacha, savol-javoblarga 5 daqiqagacha vaqt beriladi. Boshqa takliflar bormi reglamentimizga? Agar boshqa takliflar bo'lmasa, reglamentni ovozga qo'yaman. Shu reglamentga rozilar? Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Reglamentimizni tasdiqlab oldik. Endi kun tartibidagi masalalarimizni ko'rishga o'tamiz. Kun tartibidagi birinchi masala Bo'ston tumani byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risida. Xabaringiz bor, mahalliy byudjetning qo'shimcha manbalaridan foydalanish to'g'risida tuman hokimining takliflari avvalgi sessiyalarda muhokama qilinib, tegishli qarorlar qabul qilingandi. Bugungi sessiyada taqsimotlardan ortib qolgan 710 million so'm miqdordagi mablag'ni sarflash bo'yicha tuman hokimligining takliflari ko'rib chiqiladi. Ushbu masala O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Kengashining 2026-yil 12-martdagi 325 sonli qarorining nizomlari talablari asosida ko'rib chiqiladi. So'z tuman hokimining birinchi o'rinbosari Abduyusuf Xayyorjon Abduvaliyevga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli raislik etuvchi, hurmatli deputatlar va sessiya qatnashchilari. Kun tartibidagi birinchi masala, ya'ni shu tuman byudjetini qo'shimcha manbalari hisobidan amalga oshiriladigan tadbirlari 710 million so'm mablag' quyidagi maqsadlarga yo'naltirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi va bu doimiy komissiyada ko'rib chiqilib, ushbu takliflar bilan ruxsat bersanglar, tanishtirib, ruxsatinglar olish maqsadida birinchi taklifimiz bu obod mahalla hududida ichki ko'chalarni asfalt qoplamasi bilan qoplash uchun xarajatlar. Buning uchun o'sha mablag'lar 75 million so'm mablag' talab etiladi. Keyingisi Uyinkursay mahallasida qishloq vrachlik punktining moddiy texnik bazasini mustahkamlash va mebel jihozlari xarid qilish uchun
200 million so'm mablag' talab etiladi. Tuman markazi va Sijjak mahallasi yo'nalishida o'rnatish uchun o'sha bayroqlari, katta hajmdagi bayroqlar, buning uchun 80 million so'm mablag'. Tuman mahallalarining asosiy yo'llar yoqalarini joylashgan xonadonlarga o'rnatish uchun o'sha davlat ramzi ya'ni bayroq uchun 500 dona bayroq uchun 15 million so'm. Tuman mahallaning ichki ko'chalarini yoritish maqsadida 200 dona quyosh panellari bilan ishlaydigan tungi yoritish chiroqlarini xarid qilish uchun 100 million so'm. Tuman hududida yashil makon dasturi doirasida ekiladigan daraxt ko'chatlari va gullarni sug'orish maqsadida 5 dona sug'orish nasosi hamda 500 metr uzunlikdagi yuqori bosimga chidamli shlankalar xarid qilish uchun 35 million so'm mablag'. Tuman hududida obodonlashtirish maqsadida 10 dona pichoqli o't chopish uskunalarini xarid qilishni joriy etish maqsadida tumanimizga jalb etilgan o'sha chet ellik, ya'ni Hindistondan jalb etilgan o'qituvchini yashash joyi bilan ta'minlash maqsadida shu ijara yashash uchun shu ijarasini to'lab berish maqsadida 15 million so'm mablag'. Tuman hamda tumanning Achchiqsoy mahallasida hozirda tadbirkorlik mablag'i hisobidan yangi maktabgacha ta'lim tashkiloti qurish rejalashtirilgan. Ushbu maktabgacha ta'lim tashkilotini shu qurish, loyiha smeta hujjatlarini tayyorlash va ularni davlat ekspertizadan o'tkazishi uchun ya'ni shu byudjetdan, ortiqcha bajarilgan byudjetdan 150 million so'm mablag' ajratilishi hamda Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 4-fevraldagi 52-sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida tuman hokimligi rahbariyatining davlat tilida ish yuritish asoslari bo'yicha malakasini oshirish xarajatlarini qoplash uchun 15 million so'm mablag'. Jami 710 million so'm o'sha 2026-yil 1-yanvar holatiga shakllangan erkin qoldiqdan shu qolgan mablag'ni quyidagi shu yuqorida aytib o'tilgan maqsadlarda yo'naltirish bo'yicha taklifimizni ma'qullab berishingizni so'rab qolamiz, hurmatli deputatlar. Rahmat. Doimiy komissiya a'zolari oldingi masala 710 million masala bo'yicha kiritganimizda 225 million tuman hokimligiga mashina xarj qilish uchun kiritilgandi. Shuni o'zgartirdik. Bu masala haqiqatda mana hozir shundan o'sha 225 million o'rniga 150 million Achchiqsoy mahallasida tadbirkorlik subyekt tomonidan qurilishi rejalashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotining loyiha smeta hujjatlariga Obod mahallasiga asfaltlash. Endi yana bitta narsada to'xtalmoqchi edim. Bu yerda mana hozir qaraydigan bo'lsak 500 ta O'zbekiston bayroqlariga 15 million blok yozasizlar. Mana bu katta bayroqlarimiz bor. Sizdagi hokimiyat 80 million bo'lyapti. 80 million. O'sha narx navosiga bir e'tibor qaratish kerak. Menimcha sal qimmatroqmi degan hisobotni eshitdik, doimiy komissiyani eshitdik. Kimda savollar yoki takliflar bor? Shu masala bo'yicha. Rahmat. Agarda endi bu qaror loyihasi ishlab chiqilgan shu masala bo'yicha. Hozir o'sha qaror loyihasidan so'zni eshitish uchun Majitov Sunnat Rashid o'g'liga beraman. Sunnat, marhamat. Qaror loyihasi bo'yicha xulosangizni o'qib eshitdik. Agar hech kimda savol yoki takliflar bo'lmasa, qaror loyihasini doimiy komissiya xulosasini o'qib eshitiraman. Bo'stonliq tumani hokimining birinchi o'rinbosari Abduyusupov Hayajon Abduvaliyevichning hisobotiga asosan doimiy komissiya xulosasi O'zbekiston Respublikasining mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida qonunning 24-moddasiga asosan tuman hokimining birinchi o'rinbosari Abduyusupovning Bo'stonliq tumani byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risidagi hisoboti 26 kuni mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar bo'yicha doimiy komissiyaning yig'ilishida tinglandi. Tinglangan hisobot tuman hokimligining 26-19 martdagi bildirgisi bilan tuman mahalliy byudjet qo'shimcha manbalarining sarflanmagan mablag'lari hisobidan rejalashtirilayotgan xarajatlar bo'yicha takliflari hamda ushbu takliflar tuman mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan amalga oshiriladigan tadbirlarni umumlashtiruvchi
komissiyaning 2026-yil 19-martdagi xulosasi taqdim etildi. Tinglangan hisobot batafsil muhokama qilinib, kengash qaror loyihasi ishlab chiqildi va kengash kotibiyatiga taqdim etildi. Kengash qaror loyihasi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik hujjatlari hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2025-yil 28-yanvardagi KQ 54-5-sonli hamda KQ 55-5-son qarorlari va qonunchilik texnikasi talablari asosida ishlab chiqilgan doimiy komissiya a'zolari ishlab chiqilgan qaror loyihasini tasdiqlab berish maqsadga muvofiq deb hisoblaydi. Rahmat. Mana qaror loyihasi bilan tanishdik. Qaror loyihasi hammaga tarqatilgan. Hozirgi mana berilgan takliflarda o'zgarishlar bilan o'sha qaror loyihasini ovozga qo'yaman. Kim shu o'zgarishlar bilan qaror loyihasini tasdiqlab berishga rozi? Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Betaraflar yo'q. Qaror loyihamiz hozirgi kiritilgan o'zgarishlar bilan qabul qilindi. Rahmat. 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 Kun tartibidagi ikkinchi masalaga o'tamiz. Ikkinchi masala Bo'stonliq tumani hududidagi ma'muriy hududiy birliklar chegaralarini belgilash to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy hudud tuzilishi to'g'risidagi qonun va Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 23-apreldagi 299 sonli qaroriga asosan Respublika aerogeodeziya markazi tomonidan Bo'stonliq tumanidagi ma'muriy hududiy birliklar chegaralarini belgilash ishlarini yakuniga yetkazilib, tumandagi shahar, shaharcha va qishloqlarning umumiy perimetri va umumiy maydonlari aniqlab berildi. Bugungi sessiya tumanning ushbu ma'muriy hudud birliklarini chegaralarini belgilashimiz kerak. Bu masala bo'yicha kadastr palatasi tuman bo'lim boshlig'i Sherzod Meliyev so'zga chiqish kerak, kun tartibi kerak edi. Bugungi kunda o'zi shaxsan kelmadi, lekin mana mutaxassislar kelib o'tiribdi. Nima deysizlar? O'zini shaxsan eshitamizmi yo mutaxassislarni eshitamiz? Shuni shaxsan eshitamiz. Agar o'zini shaxsan eshitadigan bo'lsak, agar shaxsan eshitadigan bo'lsak, masalani keyingi sessiyaga qoldirib, yana ham masalani o'rganib chiqib, ko'rishimiz kerak bo'ladi. Nima deysizlar? Ma'qul. Agarda shunday bo'lsa, shu taklifni ovoz qo'yaman. Shu masalani keyingi sessiyaga rahbar o'z shaxsan qatnashmagani uchun keyingi sessiyaga qoldirish masalasini ovoz qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Betaraflar? Yo'q. Bu ikkinchi masalamiz rahbar shaxsan qatnashmagani uchun keyingi sessiyaga qoldirildi. Endi keyingi sessiya kun tartibiga kiritamiz. Bugungi shu munosabat bilan bugungi sessiyamiz kun tartibiga kiritilgan masalalarni ko'rdik. Sessiya ko'rilgan masalalarga deputatlar munosabati yuzasidan sanoq komissiyasiga axborotga so'zga beradi. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya qatnashchilari. Bugungi sessiyamizda xalq deputatlari Bo'stonliq tumani kengashining 30-sessiyasida jami 25 nafar deputatdan 21 nafar ishtirok etdilar. To'rttasi sababli ishtirok etish olmadi. Kun tartibida ikkita masala ko'rib chiqildi. Birinchi masala Bo'stonliq tumani byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risida, ikkinchi masala Bo'stonliq tumanining hududiy ma'muriy hududiy birliklar chegaralarini belgilash to'g'risida edi. Bu ikkinchi masalamizda rahbar ishtirok etmaganligi uchun bu ikkinchi masalamiz qoldirildi. Kun tartibidagi masalalar yuzasidan mas'ullarning hisobotlari tinglanib, birinchi masala yuzasidan kengash qaror loyihalarini tasdiqlash uchun ovozga qo'yildi. Kengash qaror loyihalari bir ovozdan tasdiqlandi. Ovoz berish jarayonlarida tartib va qoida buzilish holatlari kuzatilmadi. Rahmat. Sessiya o'tish yuzasidan sessiya kotibi axborot berdi. Marhamat. Bugungi kunda bo'lib o'tgan 30-sessiyada 25 nafar, 21 nafar deputat ishtirok etdi. Kun tartibiga qo'yilgan birinchi masala yuzasidan hisobot to'liq batafsil eshitildi va muhokama jarayonlari bo'lib o'tdi. Ikkinchi masala 54-son Senat qarorining talablari buzilganligi sababli rahbarning o'zi shaxsan ishtirok etmaganligi sababli boshqa kunga qoldirildi. Qaror loyihasi bir ovozdan tasdiqlandi. Sessiyaga 4 nafar deputatlar uzrli sabablarga ko'ra ishtirok etmadi. Kun tartibidagi masalalar ko'rib chiqilib, bayonlashtirildi. Sessiya davomida reglament va tartib qoidalari buzilishi kuzatildi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya o'tishi bo'yicha qanday taklif, e'tiroz, qo'shimchalar bor? Agar qo'shimchalar bo'lmasa, sessiya kun tartibiga kiritilgan barcha masalalar ko'rib chiqilganimiz munosabati bilan sessiyamizni yopiq deb e'lon qilaman. Rahmat.